Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi hovlimiz lokatsiyasi zo'r bo'lgan joydan, Qorasuv daryoni bo'yidan. Hujjat bo'yicha 10 sotix, faktiski 15-16 sotiqlik bo'lgan hovli sotuvga chiqdi. Bu joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Saksonota mahallasidan joylashgan. Ko'chamiz tupik, shovqinsiz hudud. Bu joyimiz tuman markazi Yangi bozorga 8 kilometr, Yangi Toshkent hududiga 9-10 kilometr joyda joylashgan. Ko'ryapsizlar, juda ham keng hovli. Fasad 26 metrga 50 metrdan ziyod. Mana shu ko'rib turgan joylar samazaqvat sizlarga bonusga tashib beriladi. Bu joyimizga hujjatlashtirishga topshiriq qo'yishgan. Xudo xolasa chiqib qolishi ham mumkin. Nominglarga chiqadi. Mana shu aradan bu yog'i chegara. Joyimiz ko'ryapsizlar, salqin joy. Hozir uy tarafini ham ko'ramiz. Mana shunaqa hovli. Yashash uchun 4-5 xonali uylari bor. Hovlimiz tekis, salqin. Fasadimiz keng bo'lganidan mana shu to'g'ridan yo'l tashab berilsa, bu yerga 4-5 ta xonadon bemalol sig'adi. Kottejmi, dachami juda ham mos keladi. Bu yerda уже bir ikkita odamlar xuddi shu qatordan dachalar tashagan. Suvdan muammo yo'q. Kelib ko'rsanglar, juda ham bir havas qiladigan joy. Bu joyimizga egalari 10 sotiqlik joyimizga egalari har bir sotiga 8800 dan narx qo'yishgan. Yana ustida kelib kelishsanglar bo'ladi. 10 sotiq hujjat bo'yicha yana 5-6 sotiq qo'shimcha samazaqvat bonusga tashab ketiladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumot beramiz.